Nima qilyapti bular? Nohaqlik qilyapti. 10 minglab, 20 minglab odam kelyapti bu yerga. Nechta xalq boqyapti? Buyog'i Navoiy, buyog'i Jizzax, buyog'i Qashqadaryo, Surxondaryo. Berib tadbirkorni o'ldirishamiz. Nima qilishmayapti? Shu bola yaratgan. Shu yeni xalqqa shu bolani borga yordami teggan. O'zini shaxsiy pulidan $1,5 million xarajat qilib shu bozorni pulga o'pinda kredit olgan yo'q edi. Kredit yo'q edi, Kredit berib, tadbirkorni sindirdi. Maktablarga ham O'zini kishtasidan shaxsiy puliga qurgan bozor. Ana shu bolani hurmati, ana shu bolani yo'l yo'rig'i bilan mana shu yo'l asfalt bo'ldi. Asfalt bo'lgan. Svet bo'ldi, boshqa bo'ldi. Yolchiliklarga yordam berdi. Kimlarga yordam qildi u odam. Bu nohaqlik, bu qamak. Shuncha tadbirkor berdi. Tadbirkorni sindirish bo'lyapti. Bank tomonidan. Bundayda Kreditni berib. Bundayda kreditni berib tadbirkorni o'ldirishamiz. Nima qilyapti bular? Nohaqlik qilyapti. Men ochiqcha aytaman shunga. Nima qilyapti ular? Shuncha xalq Ha, shuncha xalq qozoni qaynab ro'zg'ori o'tyapti. Ro'zg'ori o'tib turibdi. Singlim, nechta viloyatdan kelyapti? 10 minglab, 20 minglab odam kelyapti bu yerga. Nechta xalq boqyapti? Buyog'i Navoiy, buyog'i Jizzax, buyog'i Qashqadaryo, Surxondaryo. Hamma joydan Ana shu odamlar Hamma joydan kelyapti. Bu nohaqlik bu bolani sindirib tashyapti. U nechta odamga yordam qildi. Mana shu yerda borga, mana shu ko'chani ham shu bola hamma narsani bo'yniga qo'yib tashladi. Nohaqlik bu. Nima qilyapti bular?